O'zini assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aytganingiz uchun katta rahmat sizga. Rahmat sizlarga ham. Ko'p yosh bolalar gadjet tilida ko'p vaqt o'tkazyapti-da. Albatta. Kompyuter o'ynaydi, telefon o'ynaydi. Farzandingiz mana Iffat bizga kelgandan keyin telefonlarga, kompyuterlarga munosabati o'zgardimi? Shuni sezdingizmi yoki o'zgarmadimi? Qanaqa bo'ldi? Men o'zi sizlarning reklamalarni o'sha boshda ko'rganimda o'qishga juda ham qiziqib qoldim, to'g'risini aytaman. Chunki rostdan ham bolalarim, farzandlarim juda ham telefonga qiziqib qolgan edi, kirib ketgan edi. Ko'p o'rtoqlarim ham berishgan uchun keyin sizlarni tanladim. Qani berib ko'ringchi, balki rostdan ham o'zgarish bo'lar degan maqsadda berdim. Haqiqatdan ham programmalarni kirishi tezlashdi. Keyin kompyuterda ishlashi tezlashdi. Umuman to'g'risini aytsam, notebookda ishlashi bilinmasdi, lekin alhamdulillah mana hozir bemalol programmalar qiladi, o'yinlar sozdavать qiladi, Instagramini yurg'izadi, o'zini profili bor. Uyga kelganda nimani sezdim? Juda ham kamroq internetda bo'ladigan bo'ldi. Shu darslarni qiladi, videolar yasaydi-da, vaqtida dam oladi, o'ziga vaqt ajratadigan bo'ldi. Ancha o'zgarishli bo'ldi. Juda ham xursandman. Har doim minnatdorman sizlarni o'qishinglardan juda ham xursandman. Tanlaganimdan hech afsusda emasman. Loyihalarni sizga mana ko'rsatganlarning ichidan eng yoqqani sizga, eng esingizda qolgani qaysi bo'ldi? Eng yoqqani yaqinda домашний задание bo'ldi. O'zini logotipini qilish kerak bo'ldi. Keyin oyijon, mana shunaqa logotip qildim. To'g'risini aytsam, har bitta домашний заданиесini men bilan maslahatlashadi, ko'rsatadi, ideyalari bilan bo'lishadi. Sen o'zing shuni qildingmi desam, ha, mana o'qishda bizga mana shu uy vazifasi berishgan edi. Shuni qilgan edim, oyijon ko'ring dedi. Juda ham yoqdi, to'g'risini aytsam, logotiplarini, reklamalarini qildi. Keyin o'yin qanaqadir zadaniya berilgan edi, uni ham qildi. Men hayron qolganim, o'yinlar telefonda bo'ladi-ku, o'shanaqa o'yin o'xshash sozdать qilganda, juda ham xursand bo'ldim. Ancha o'zgarishlar bor. Rahmat sizlarga kattakon.